Assalomu alaykum. Bugun juda ham qiziq bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Yonimizda aynan shu yo'llarni bosib o'tgan va boshqalarga ham o'rgatayotgan Adres akademiyasi o'quvchisi va hozirda mentor bo'lgan Muazzam opa misollarida gaplashamiz. Assalomu alaykum Muazzam opa. Assalomu alaykum. Muazzam opa, boshlayotganingizda boshida qanaqa qo'rquvlaringiz bo'lgan? Shular haqida ozgina aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum hammaga. Hammada bo'lgan singari menda ham juda ham katta hayajon, qo'rquv bo'lgan albatta. Hayajonlanganman, qo'rqqanman. Kurs sotib olishdan oldin baribir hammada o'y o'tgandi singari menda ham har xil qila olamanmi, eplay olamanmi, qanaqa bo'ladi degan o'ylar o'tgan albatta. Aynan o'sha qo'rquvlaringiz qanaqa bo'lgan va ularni qanaqa qilib yengib o'ta olgansiz qo'rquvlaringizni? Avvalambor unda Allohga ishonch bo'lgan. Allohga oson hamma narsa. Xudo xolisa mana shuncha inson uddalayapti, qilyapti. Men ham qila olaman degan qalbimda ishonch bo'lgan. Uddalayman, qila olaman degan narsa bo'lgan. Xudoga shukr, mana sekin-sekin bo'lyapti. Muazzam opa, o'zingiz ham uy bekasi bo'lgan ekansiz. Nima turtki bergan sizni boshlashingiz uchun? Aytadigan bo'lsam, to'g'ri uy bekasi bo'lganman. O'zim asli Andijonlikman. Andijondan Toshkentga ko'chib kelganmiz. Ayrim sabablarga ko'ra kelganmiz. Kelganimizda xo'jayinim taksist bo'lgan. O'zim endi uy bekasi bo'lganman. Hali beri ish izlash haqida o'ylamaganman hamda, hattoki kelgan paytimizda, chunki bolalar tarbiyasi, bolalarim hali kichkina edi. Lekin baribir uy, ro'zg'or, baribir o'ziga yarasha Toshkentda yashashdi, o'ziga yarasha xarajatlari bor, mas'uliyati bor. Shu narsalar hisobiga baribir uyda o'tirgan holatimda qanaqadir xo'jayinimga yordam bermoqchi bo'lganman. Uyda o'tirgan holatimda keyin ko'proq YouTube ko'rganman. YouTube ko'rib, shu qanaqa endi biznesga kirsam, bir nimalar sotsam, endi bu yerda chunki meni hech qanaqa tanishim bo'lmagan. Misol uchun, hech kimni tanimayman. Bu yerga kelganimda tanimaganman. Shu internet bilan dugona bo'lganman desam ham bo'ladi. YouTube orqali Dona Alixanovani, ya'ni podkastlarni juda ko'p ko'rganman. Ko'rgan paytimda qanaqadir menda ham o'xshaydimikin, men ham qilib ko'rsam bo'larmikin degan o'y bo'lgan va xo'jayin bilan maslahatlashgan holatda qaror qilganmiz, lekin u paytda to'g'risi qo'limda meni o'qigani pulim yo'q bo'lgan. Qanaqa qilamiz ekan kursda anaqasiga deganimda efir qilgan, Dona opa efir qilganda aksiya qilaman degan. Aksiya qilganda xullas yutib olganman shuni. Shu aksiyada g'olib bo'lgan nimani o'quvchiga shu o'qishda o'qish imkoniyatini bergan. Shu anaqa bilan Allohim o'zi yetaklab, Allohdan so'raganman albatta, yetaklab shu kursda o'qish imkoniyati bo'lgan. Kursda o'qishni boshlaganman, onlayn o'qishni boshlaganman. Boshida qiyin bo'lgan, даже kompyuterni bilmas edim. Kompyuter umuman notebookni qo'limga ushlamaganman hattoki, lekin ozgina qiyinchiliklar bo'lgan, lekin harakat qilganman, izlanganman va Xudoga shukr mana uddaladim degan umiddaman. Xo'p, Muazzam opa, ko'pchilikda bitta savol qiynaydi, qancha pul bilan boshlash kerak yokida qanaqa qilish kerak, ichiga kirgandan keyin qanaqa tovar olish kerak. O'shanda siz boshlanishda necha pul bilan kirgansiz va qanaqa tovarlar olgansiz? Boshida shu $200 pul bilan boshlaganman. $200 hammasiga emas, lekin shu Dona opa o'rgatgandaqa shu $200 pulni taqsimlab sarflaganman. Bir qismiga tovar olib boshlaganman. O'zingizlarda turadi, bir qismini yana keyingi tovar uchun olib qo'yasizlar degan. Xullas kalom shu anaqada taqsimlab bir qismiga ayollar ichki kiyimini olganman va sotuvga chiqarganman va Xudoga shukr yaxshi natija bo'lgan. Muazzam opa, Uzum marketda hozir qanaqa imkoniyatlar bor? Ya'ni ayollar uchun. Ayollar uchun Uzum marketda endi men o'zimni dunyoqarashimdan olib qaraydigan bo'lsam, juda ham katta imkoniyatlar bor. Misol uchun, ko'pchilik ayollar baribir ayollarda hammasida qo'shimcha daromad qilgisi keladi. Ayollar baribir ko'proq pul ishlatamiz erkaklarga nisbatan, ko'proq pul ishlatgimiz keladi. Shu tomonlama baribir o'zini daromadi bo'lish kerak deb o'ylayman har bitta ayolda. Misol uchun, Uzum market ularga nimasi bilan foyda? Birinchidan, onlayn uyda o'tirgan holatda bemalol savdo qila oladi. Uyda o'tirib yana agar o'zi savdo qilmasa ham kimnidir menejerligini olib oylik hisobiga ham ishlash imkoniyati bor. Misol uchun uyda o'tirgan holatda qila oladi bu narsani. Buni demak bemalol uy bekalari ham qilib o'rgansa bo'ladi, pul topsa bo'ladi. Davlat ishida ishlaydigan xodimlari ham bundan bemalol foydalansa bo'ladi. Vaqt topsa bo'ladi. Endi hamma ishni ham
o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Faqat harakat qilish kerak, insonda xohish bo'lishi kerak, o'ziga ishonch bo'lishi kerak. Hamma narsa shular bo'lsa, hamma narsaning ilojisi bor, qilsa bo'ladi. Ya'ni uni o'rniga kelib hech kim o'zidan o'zi qilib bermaydi. Qilib bermaydi, yo'q. Qilish kerak, harakat qilish kerak, harakat qilsa hamma narsa bo'ladi. Muazzam opa, yana o'qish davomida sizda qanaqa xatolar ketgan? Baribir boshlayotgan odamda xato bo'lish bu tabiiy, hammamizda bo'ladi. Boshlayotganmiz birinchi o'rinda birinchi xatolarimiz bo'ladi, eng esda qolarlilari. O'sha xatolar sizda qanaqa bo'lgan? Albatta bo'lgan. Bu eng katta xatoyim bu tovar tanlashda xato qilganman. Hamma singari tovar tanlashda xato qilganman va zarariga sotganman desam ham bo'laveradi. Zakolka bilan kirganimda shu hisob-kitob qilmaganman-da. Shundoq olib, o'zim xohlagancha narx qilib qo'yib yuborganman. O'zim xohlagan narxda qo'yib yuborgan. Shunda zararga kirganman, lekin bu yiqilishlar, endi bu yiqilish deb bo'lmaydi bu narsani. Bu narsa meni yana ham o'sishimga turtki bo'lgan, yordam bergan deb o'ylayman bu narsani. O'sha paytda xafa bo'lgan bo'lishim mumkin, lekin hozir xafa emasman, chunki u narsa meni o'sishimga, yana ham yaxshi ishlashimga turtki bo'lgan, yordam bergan. Xo'p, hozirda bizani Adras biznes akademiyamizda o'quvchilar juda ham ko'p ko'rasiz, o'zingiz ham kuratorlik qilasiz, o'quvchilar bilan birgalikda ishlaysiz. Hozirda o'quvchilarimizda ko'proq qaysi joyda, nimada xato qilishadi? Endi kirgan o'quvchilarning ko'pchiligi kompyuterda hali tushunmaydi. Noldan keladi. Ko'p o'quvchilarimiz kompyuterda bilmasdan kelishadi. Bularga kompyuterda o'rgatamiz avvalo. Kompyuter savodxonligini o'rgatamiz. Asta-sekinlik bilan keyin etapma-etap o'tiladi. Bu keyingi jarayonlarga, ya'ni kartochka to'ldirish, sekin-sekin sotuvga chiqish, sir-asrorlar o'rgatiladi. Endi bu orada ko'pchilik o'quvchilarimiz shu texnik jihatdan qiynalishadi. Kartochka to'ldirishayotganda shu kompyuter savodxonligiga ko'proq qiynalishadi boshlanishida. Lekin ko'p o'quvchilarimiz, o'zini ustida ishlagan o'quvchilarimiz uddalaydi. O'quvchilarimizga qanaqa yordam berasiz? O'quvchilarga avvalo ishonch berishga harakat qilamiz. O'zini ustida ishlashi haqida, o'ziga o'zi ishonishi haqida. Misol uchun ko'p o'quvchilarda ishonchsizlik bo'ladi-da, shu qila olmaymanmi, pulimga kuyib qolmaymanmi, eplay olmaymanmi, bekordan pul to'lab qolib ketmaymanmi degan narsa bo'ladi ko'p o'quvchilarimizda. Bu narsalarni yengishga harakat qilamiz. Ko'p o'quvchilarimizda shu narsa bo'ladi. Palonchi bunaqa dedi, pistonchi bunaqa dedi. Rostdan ham shunaqami? Biz aytamizki, yon atrofingizdagilarning gapiga quloq solmang. Agar quloq solsangiz, siz qila olmaysiz. Quloq solmasdan faqat siz o'zingizga ishoning, Allohga ishoning, o'zingiz ustingizda ishlang va natijaga erishasiz deb javob beramiz va shu biz aytganlarimizni qilganlarda albatta natija bo'ladi. Shu atrofdagilar aytishadi-ku, o'zimda bo'lmaydi savdo, qilib bo'lmaydi, o'xshamaydigan narsa deyishadi. Shu gap o'zi aslida kimlardan chiqadi? Bunaqa gap. Shu yon atrofidagilardan chiqadi-da ko'pchilikda. Endi har xil bunaqa jarayonlar endi ko'pchilikda ustozsiz ish boshlaganlarda ko'proq bo'ladi. Ustozsiz masalan hozir YouTube'larda ham ko'p, YouTube'lardan ko'rib qila olmayman, eplay olmayman deb o'ylashadi. Lekin baribir ayrim texnik jarayonlar, ayrim savollar baribir ustoz nazorati ostida qilish kerakligini anglatadi baribir. Qatga qarab ketayotganini ko'rib bilib turadigan odam bo'lish kerak demak. Yaqinda ham o'quvchimiz keldi, shu YouTube orqali o'rganmoqchi bo'lgan, YouTube ko'rib o'zi qilmoqchi bo'lgan, lekin o'zi qilmoqchi bo'lib даже 3 million pulini sarflab qo'yganda. O'zi qilmoqchi bo'lib, lekin baribir uddalay olmagan, qila olmagan, baribir ustoz kerakligini his qilib kelgan. Hozir mana afsuslandi. YouTube'da o'rganib ketishligiga ishonganiga afsuslandi. Shu pulimni ham shu narsaga sarflaganimda balkim hozir уже yaxshiroq natijada bo'lardim deb afsuslandi. Shunaqa insonlar hozirda vaqtdan ham, mablag' tomonlama ham yutqizib qo'yishadi. O'sha o'quvchimizning hozirda natijalar qanaqa bo'ldi ularni kelganlardan keyin? Hozir
yaxshi, уже mana savdo qilishni boshladi, уже sotuvga chiqdi. Xursand o'zi, misol uchun bizdan ham minnatdor. Endi yana ham yangi yaxshi natijalarga chiqish uchun harakat qilyapti hozir. U o'quvchimiz kelganlariga qancha vaqt bo'ldi? Bir oy hali bo'lmadi. Bir oyga qolmasdan sotuvga chiqib, hammasi. O'zi mana uzumga ko'pchilik qiziqib kirib ko'radi, baribirga ham o'qituvchi bilan o'qituvchisizmi? O'zi kimlar sotuvga chiqmaydi, kimlarni ishi o'xshamay orqaga ketib qolaveradi. Qanaqa o'quvchilar natijaga chiqmaydi? O'zini ustida umuman ishlamaydigan, mas'uliyat umuman his qilmaydigan, ya'ni pul to'ladim bo'ldi, endi shu bo'ldi, pul to'lab qo'ydim, endi shu ketaman, o'zi qanaqadir ma'noda o'zi kelib qoladi pul deb o'ylaydigan o'quvchilarimiz bor. Kerak bo'lsa qilib beringlar degan narsa bo'ladi. Shunaqa o'quvchilarimiz bor. Shunaqa o'quvchilar natijaga chiqib qolmaydi. Demak, o'zida harakat, mas'uliyat bo'lmagan o'quvchilar. Albatta, o'zi harakat qilmasa inson endi biz qilib berganimiz bilan biz o'qish vaqtida qilib beramizda. O'qish vaqtida xo'p, endi natija qilsin, yordamlashamiz qaysidir ma'noda, lekin baribir o'qish davomiyligi tugagandan keyin o'zini ustida baribir ishlamaydi. Shunaqa o'quvchilarimiz, mas'uliyatsiz o'quvchilarimiz o'zini ustida baribir xohlamaydi ishlashni, o'zini ustida ishlashni. Bo'ldi, pul to'ladim, endi shu pul to'lab qo'ydimmi, pul o'zi kelish kerak deb o'ylaydi. Ya'ni o'quv davomida sizlar tomonidan yetarlicha yordam bo'ladi har tomonlama va o'shanda ham baribirga ham mas'uliyat olmasdan natijaga chiqamiz. Bunaqa o'quvchilarimiz ham yo'q emas. Muazzam opa, yana savolim, Adres akademiyasiga kelgan o'quvchilarga ko'proq qanaqa yordam berasiz, ular bilan qanaqa yondashasiz? Baribirga ham hammasi har xil ayollar, bir xil davlat ishida ishlaydigan ayollar boshqacha, uy bekalari ayollari alohida boshqacha. Endi orada yoshlari ham bor, yosh kattalari ham bor. Ular bilan ko'proq qanaqa ishlaysiz, ular bilan qanaqa yondashasiz? Albatta, yosh katta ayollarimiz ham keladi albatta. Ular bilan ozgina ishlash qiyinroq bo'ladi, lekin bu narsada ham xuddi shu narsa. Yosh katta ayol bo'lishiga qaramasdan o'zini ustida ishlab, o'zi mehnat qilib, natijaga chiqqan ayollarimiz ham bor. Bunaqalardan xursand bo'lamiz albatta. Noldan o'rgatamiz hamma narsani. O'zim ham hattoki noldan o'rganganman. O'quvchilarga ham shu etapda o'rgatilinadi. Yana bitta savolim paydo bo'lib qoldi. O'sha gap yosh kattalar kelyapti, yoshlar kelyapti, undan kichkina o'rtada o'zi uzum marketda, umuman marketplace'da, onlayn savdoda yosh chegarasi bormi va qanaqa u yosh chegarasi? Yo'q. Uzum marketda, ya'ni marketplace'da yo'q, yosh chegarasi yo'q deb o'ylayman, chunki hozirgi momentda deyarli hamma yosh kattalar ham bor. Даже maktabda hali bitirmagan o'quvchilarimiz ham bor-da. Qanaqadir ma'noda ota-onasiga yordam berib, bo'sh paytida yordam berayotgan o'quvchilarimiz ham bor. Hamma yoshdagilar kirib qila oladi. Bemalol boshlab, uddalab olib ketsa bo'ladi. Albatta. Demak, bu yerda yosh chegarasi to'siqlar yo'q. Yo'q, umuman yo'q. Muazzam savollarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat shunchalik vaqtingizni ajratib biz bilan qisqa vaqt bo'lsa ham savollarimizga javob berganingiz uchun, sizni ko'rib kuzatib turganlar uchun ham kattakon rahmat aytib qolamiz. Hozirda sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Adres Biznes akademiyasida kursingiz necha pul yoki qanday bo'ladi, necha oy bo'ladi degan savollar. Video tagida описание esa havola turibdi. Havola orqali ro'yxatdan o'tib, o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni qoldirsangiz, biz siz bilan bog'lanib, batafsil ma'lumot beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.